Bitta fraza eshitib qoldim. Agar deyilgan ertalabdan kechgacha baliq magazinida ishlasangiz, kun yakuniga kelib, sizdan baliq hidi kelishni boshlaydi. Hattoki siz baliq yemagan bo'lsangiz ham. Agar aksincha atir magazinida kuningizni o'tkazsangiz, ertalabdan kechgacha, kun yakuniga kelib, sizdan xushbo'y ifor taralishni boshlaydi. Hattoki u atirni xarid qilib, sepib ushlab ko'rmagan bo'lsangiz ham. Agarda siz boshqa bir insonlarni hayotini muhokama qiladigan insonlar bilan bitta davrada ertalabdan kechgacha kuningizni o'tkazadigan bo'lsangiz, ertangi kundan boshlab siz g'iybatchilardan biriga aylanasiz. Va agar hamma narsadan noli uradigan insonlar bilan bir davrada kuningizni o'tkazsangiz, siz ham hamma narsadan kamchilik qidirishni boshlaysiz. Hamma narsada muammo ko'rishni boshlaysiz. Yon atrofingizdagi insonlarga e'tiborli bo'ling. Aytishadi-yu, 4 ta yaxshi inson bilan yursang, 5-inchisi o'zing bo'lasan. Aksi bo'lsa, demak, xulosa o'zingizdan.